Uyingizda gaz yo'qmi? Ana endi ozgina ovqat uchun ham o'choq qilishi shart emas. Bu qozon sizni mushkulingizni ancha osonlashtiradi. Buni qarang, juda bir ixcham, aqlli ishlangan. Tokda ishlaydi. Bu yog'iga bemalol tok toqat qilsangiz bo'ladi. Hozir mana uydagilar bilan chiroyli qilib dimlama qilyapmiz. Kuzatib tursanglar, natijasini ko'rsatamiz. Qozonni ko'rishinglar mumkin, ichi keramika bo'ladi, yopishib qolmaydi. Eng qizig'i, gaz bilan bir xil vaqtda pishadi. Buni maza qiladigan joyi aytaymi nimada? Kimdirlar uyga gaz tortmagan bo'ladi yoki uyda gaz bo'lmagan bo'ladi. O'choq olib, ovora bo'lishi shart emas. Mashq qozon bilan bemalol ovqatlanib qolsangiz bo'ladi. Hammaning ham imkoniyati yo'q o'choq qilishga. O'shaning uchun mashq qozonni bemalol maza qilib pishirib olsangiz bo'ladi. Keyin mana ko'tarib ko'rsatyapman sizlarga. 3 qavat material bo'ladi, to'k urmaydi, issiq o'tmaydi. Ko'rishinglar mumkin, ovqat qovurilib turibdi, tugmachasi bo'ladi. Mana tez varianti bo'ladi. Bu o'chirasiz, bu yoqqa sekinlashtirsangiz bo'ladi. Mana qaynab qovurilib turibdi. Xo'p, o'ta xavfsiz ishlangan. Yosh kattalar uchun ham juda qulay-da bu. O'tirib olib bemalol qilsanglar bo'ladi. Agar domda turadigan bo'lsangiz, gaz o'chib qolsa, bitta olib qo'ying, kerak yo'q qoladi. Narxini hamma uchun qulay qilib 179 ming qilib qo'ydik. Mana ovqatimiz ham pishdi. Voh, mana hidini qarang. O'zi bu qozondan har bitta xonadonda bo'lsa och qolmaysiz, ishonavering. Yuvayotganda ham bemalol yuvsangiz bo'ladi. Mana bu yerda shnuri bor. Uzib tashlaysiz, akkuratni yuvadigan bo'lsangiz, sizga uzoq yil xizmat qilib beradi. Shunaqa ekan bemalol qo'rqmasdan xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir olib buyurtma beringlar.